mana shunday bir noo'rin tanqidlarga ham duchor bo'lasan. Ta'na ma'lumotlarga, hatto tuhmat, bo'xtonlarga. Mana shunday holatda inson tushkunlikka tushadi. Qilayotgan ishini qilgisi kelmay qoladi. Qo'lini tushirib oladi. Pul olmayotgandingiz, Alloh uchun deb qilyotgandingiz. Kelasiz, unisi u deb ketadi, bunisi bu deb ketadi, bor yo'qol o'lib ketdingiz. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, oxirat uchun, savob uchun, din uchun, el uchun, mamlakat uchun bir xayrli ish qilayotgan paytingizda ozgina shunaqa bir sassiq suruv gaplarga quloq solib tashab ketar ekansiz, ular xohlagan narsani berib qo'ydingiz. E'tibor beringlar-da, shunaqa hammani ta'na ma'lumot qiladigan, hammani muhokama qiladigan, g'iybat qiladigan odamlar o'zi hech narsa qilmaydi. To'g'rimi? Bizning aybimiz nimada? Bizning aybimiz shunaqa odamlarga e'tibor berib, ularning qadrini ko'tarishimiz.